Nolishmasi shu qozonimni juda ham yomon ko'raman. Doim tozalasam baribir sarg'ayib qolaveradi. Har kuni azilatlab tozalab qo'yish uchun ximikatlardan qo'rqaman. Ketdim, tagiga olmaydigan, yuvgani tez tozalanadigan granit qozondan olaman deb uyda magaziniga yugurib kelib oldim. Bu do'konda mendan boshqa hamma narsa bor ekan-ku. Do'kon atmosferasiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham keng tanlovga ega bo'lgan do'kon ekan. Hamma uy bekalari uchun kerak bo'ladigan uy jihozlarining hammasi uyda magazinida ekan. Yangi uyga ko'chayotgan bo'lsangiz, qiz uzatayotgan bo'lsangiz, ayniqsa futbolgerlikni boshlamoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, siz uchun bu do'kon eng arzon va sifatli mahsulotlarni taqdim etadi. Bu do'konga kirib bemalol qizinglarning sarpasini qilib uzatib yuborsanglar bo'ladi. Chunki chinni nabordan tortib bagimalagacha bor ekan. Bu do'konni aylanib nimaga kelganim esimdan chiqib ketib qoldi. Qizlar, sizlarga bitta narsani aytaymi? Yoshligimizda o'sha qora qo'lni topib oldim, qaranglar. Sizlarni ham esinglardami? Eng qizig'i oshxona buyumiga kelib, zal va tualet hammomlaringizni ham to'ldirib ketsangiz bo'lar ekan. Menga yoqqan eng zo'r tarafi Pinterest'ning hamma dish-tovoli bor ekan. Hammasidan bitta ushlab ko'rib, ishlatishga qulaymi yo'qmi bilib chiqdim. O'rtoqlar, bozorga borib o'zinglarni charchatib yurmanglar. Uyda magazinga kelinglar-yu, ro'zg'oringlarni to'ldirib ketinglar. Mana men bugundan boshlab uyda magazinini ikkinchi uyim deb hisoblab oldim. Aylanib o'rgilib bitta emas bir qancha narsa olib, bir salafan qilib birinchi uyimga qaytib ketdim.